هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها Sure Hadid tefsiri 25. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hadid suresi 25. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz hakikaten peygamberlerimizni roşan mucizeler bilen evettik ve ular bilen billa insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni qonunni tushirdik. To'mirni yaratdik. To'mirdan urush qurollari yasalganligi uchun to'mir kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. To'mirda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Allah'ını kömey turup, Kur'an'larını işletip, Allah'a ve peygamberlerine yardım bergenlerini biliş, ma'lum qilish üçün tömürni yarattı. Allah hakikaten küçüktür, g'olibdir. Peygamberlerinin mucizeler, adalet ve hakikat bilen evetilgenlik to'g'risida. Biz hakikaten peygamberlerimizni roşan mucizeler ve keskin delil paketler bilen evettik ve ular bilen billa insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni qonunni tushirdik. Bu qonun bir haqiqat bo'lib, uning haqiqat ekanligiga buzuq qarashdikilarga qarshi turib guvohlik berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Rabbi tarafından kelgan roşan delil, yani Kur'an'a asaslangan adam, yani Muhammed aleyhisselam, hayatı dünyanı közleydiğen kişiler bilen okşaşmı? Onunla Allah tarafından kelgan guvahlık bergiçi, yani Cibril aleyhisselam Kur'an'ı tilavet kılıdı. Allah'ın dinine ergeçkin ki Allah insanlarını şu din bilen yaratgan. Allah asmanını egiz yarattı. Ölçemde zulüm kılmaslıklar için Allah tarazını bekitdi. İnsanlar adaletini barpo qilsin deb, yani adalet bilen haqni yurgizsin deb kitap bilen qonunni tushirdik. Peygamberler yetkizgen narsaga asosan ularga ergishish ve ular buyurgan narsalarga itoat qilish hakikat hesaplandı. Şek şübhisiz peygamberler elip kelgen hakikatten başka hiçbir hakikat yoktur. Allah Teala bu vakti mundaq degan: Rabbinin sözü nihayeti rastır. Nihayeti doğrudur. Yani Allah tarafından yetkizilgen haberler nihayeti rastır. Allah'ın emir fermanları ve toskan işleri hakkında çıkargan hükmü nihayeti adildir. Şunun için müminler cennetlerdeki kasırlarga, ali karargahlarga ve qatar koyulgan taxtlarga orunlaşkan çağda mundaqdaydı. Cimi hem de sana bizni bu nimetlerini hasıl kılışqa yetekligen Allah'a bolsun ki Allah bizni yeteklemegen bolsa to'g'ri yo'l topmagan bo'latdik. Rabbimizning payg'ambarlari bizga haqni ilib keldi. To'mirning foydalari to'g'risida. To'mirni yaratdik. To'mirdan urush qurollari yasalganligi uchun to'mir kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. Ya'ni to'mirni dalil paket ko'rsatilgandan keyin haqni qabul qilmagan ve onunla karşı çıkan kişinin edivini berdiğen koral kıldık.
Shuning uchun payg'ambar alayhisalomga payg'ambarlik kelgandan keyin Makkadagi 13 yillik hayotida vahiy qilingan so'rlarning hammasi mushriklar bilan munozirlashishi, ularga tavhidni ro'shan bayon qilishi, ochiq oshkor faktlarni ko'rsatish haqida nozil bo'lgan edi. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga qarshi chiqqan kishilarga dalil fakit turg'izib bo'lgandan keyin hijrat qilishni yo'lga qo'ydi va musulmonlarni kofirlarga qarshi qilich bilan jihad qilishga, Qur'onga qarshi chiqqan, uni inkor qilgan va uning bo'ysunmagan kishilarning gadanlariga va boshlariga qilich bilan chepishga buyurdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. İmam Ahmed ve Abu Davud İbn Ömer'den Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hiç şirki yok, yalğız Allah'a ibadet qilinishi uchun qiyomatning oldida qilich bilan payg'ambar qilib avatildim. Mening rizqim nayzamning soyasi ostida qilindi. Xorliq va kamsitilish mening buyrug'imga xiloflik qilganlarga xos qilindi. Kimiki musulmon bo'lmagan biror qavmiga o'xshab olsa, u shulardan hisoblandi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Tömür kuch-quvvatni o'z ichiga olgan, ya'ni tömürdan qilich, nayza, tig', savut va shuningga o'xshagan urush qurollari yasaldi. Tömürda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ya'ni insonlar turmushlarida tömürdan pichoq, palta, keke, hara, bolqa, gurjak qatorliq saymonlarni dehqonchilik qilish, yemek pishirish, non yiqish qatorliqlarda ishlatiladigan va boshqa har xil saymonlarni yasaydi. İnsanlarning turmushi tömürdan ayrilolmaydi. Allah'ni ko'rib turib, Qur'onlarni ishlatib, Allohga va payg'ambarlarga yordam berganlarni bilish, ma'lum qilish uchun tömürni yaratdi. Ya'ni Allohga va uning payg'ambariga yordam berish uchun Qur'on ko'targanlarning niyatini oshkorlash uchun tömürni yaratdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Ya'ni Allah kuchlidir, g'olibdir. Alloh taologa yordam qilgan kishilarga Allah ularning yordamiga muhtoj bo'lmasdan yordam qiladi. Allah jihadni faqat ba'zinglar bilan sinash uchun yo'l qo'ydi. Biz haqiqatan Nuhni, Ibrohimni payg'ambar qilib avatdik. Payg'ambarlikni va kitobni ularning avlodiga ato qildik. Ulardan hidoyat topganlari bor. Ularning nurg'uni Allah'ның itaatidan chiqqichilardir. Ulardan keyin payg'ambarlarimizni davomliq avatdik. Arqadan Maryam o'g'li Isa'ni avatdik. Uningga Injilni ato qildik. Uningga ergashganlarning dillariga shafqat va mehribonlikni atsaldik. Rahbaniyatni ular o'zlari paydo qildi. Ularga uni biz bekitmadik. Ular uni faqat Allohning roziligini tilab paydo qildi. Lekin ular uningga loyiq darajada amal qilmadi. Ulardan iymon etganlarning ajrini hasilab berdik. Ulardan nurg'uni Allohning itoatidan chiqqichilardir. Ilgirki payg'ambarlarning ummatlaridan ko'pinchisining itoatdan chiqqichilar ekanligi to'g'risida. Allah Teala bu ayette Nuh aleyhisselamni payg'ambar qilib avatgandan boshlab, uningdan keyingi payg'ambarlarni faqat uning ballardan avatganligini, shundaqla mehribon Allohning do'sti Ibrohim aleyhisselamni payg'ambar qilib avatgandan boshlab, uningdan keyingi payg'ambarlarni faqat uning avlodlaridan avatganligini, osmondan nozil qilingan kitoblarni faqat uning avlodlaridan avatilgan payg'ambarlarga nozil qilganligini xabar qiladi. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq deydi: Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Hatto Isroil avlodidan avatilgan payg'ambarlarning eng oxirgisi Maryam o'g'li Isa alayhissalom bo'lib, u
o'zidan keyin Muhammad alayhissalomning payg'ambar bo'lib keladiganligidan xabar bergan edi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ulardan keyin payg'ambarlarimizni davomliq avatdiq. Orqadan Maryam o'g'li Aysoni avatdiq. Uningga Injilni ato qildik. Ya'ni Injil bo'lsa Alloh taoloning Ayso alayhissalomga vahiy qilgan kitobidir. Uningga ergashganlarning, ya'ni Ayso alayhissalomga dastlabda iymon etgan mu'min qavmning dillariga shafaqat, ya'ni Allohdan qo'rqinch va insonlarga mehribonlikni soldik. Rahbaniyatni ular o'zlari paydo qildi. Ya'ni uni xristianlarning o'zlari paydo qildi. Ularga uni biz bekitmadik. Ya'ni uni ularga biz yo'l qo'yib bermadik. Uni faqat o'zlari paydo qilib, shuningga amal qilishni vojib qilib oldi. Ular uni faqat Allohning roziligini tilab paydo qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida ikki xil qarash bor. Uning biri, ular rahbaniyat bilan Allohning roziligini maqsad qilgan. Buni Said ibn Jubayr va Qatada o'tirib qo'ygan. Ikkinchisi bo'lsa, ularga rahbaniyatni biz bekitmadik. Ularga biz faqat Allohning roziligini tilashni bekitdik degan qarashdir. Lekin ular uningga loyiq darajada amal qilmadi. Ya'ni ular amal qilishni o'zlariga vojib qilib olgan rahbaniyatga haqiqiy ravishda amal qilmadi. Bu oyat ularni ikki sabab bilan ayblaydi. Uning biri, ular Allohning dinida Alloh buyurmagan narsani paydo qildi. Yana biri, ular bizni g'olib va buyuk Allohga yaqinlashtirdi deb qilgan gumon bo'yicha amal qilishni o'zlariga vojib qilib olgan narsaga loyiq darajada amal qilmadi. Imom Ibn Jarir va Nasa'i Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ayso alayhissalomdan keyin o'tgan podshohlar Tavrat bilan Injilni o'zgartib etdi. Uning jarayoni mundaq bo'ldi. Ayso alayhissalomga ergashgan bir guruh mu'minlar Tavrat bilan Injilni o'qib kelyotdi. Haqdan ozgan xristianlar podshohlarga ana shu mu'minlar bizni nihoyat qattiq tillab kelyotdi. Ular o'qigan oyatlarda bizning amallarimizning xato ekanligi bilan ayblab qolmasdan, ular yana kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir degan oyatlarni o'qiyotdi. Ularni Injilni biz o'qigandek o'qishga va u ikki kitobga biz iymon etgandek iymon etishga chaqirgan dedi deb shikoyat qilishdi. Podshohlar ularni chaqirib bir yerga to'pladi va ularga Tavrat bilan Injilni o'zlari o'zgartgan bo'yicha o'qishga majburladi. Agar ular unda qilmasa, hammasini o'ldiradiganligi bilan ularga tahdid soldi. Mu'minlar, sizlar rostli shunda qilmoqchimi? Bizga cheqilmanglar dedi. Ulardan bir bo'lik odamlar, bizga bir munar selib beringlar. Ondan bizni uning ustiga chiqiringlar. Ondan bizga yemek ichmaklarimizni tartib oladigan biror narsa beringlar. Shunda qilsanglar biz sizlarning qishinglarga tushmaymiz deydi. Yana bir bo'lik odamlar, bizga cheqilmanglar. Biz yiroqlarga, ya'ni beshimiz qaygan taraflarga ketayli. Jangallarda, yovvoyi hayvonlardek yashab yurayli. Agar sizlar bizni o'z zimininglarda tutib olsanglar, ondan bizni o'ldirib etinglar deydi. Yana boshqa bir bo'lik odamlar, bizga cho'llarda ibodatxonalarni selib beringlar. Biz u yerda quduqlarni qizib, yerlarni terib yashayli. Sizlarning qishinglarga kelmayli va sizlarning joyinglardan o'tmayli. Har bir qabilada birdan do'st bo'lsin deydi. Ondan ular shunday qildi. Shuning bilan Alloh taolo rahbaniyatni ular o'zlari paydo qildi.
ularga uni biz bekitmadik. Ular uni faqat Allohning roziligini tilab paydo qildi, lekin ular uningga loyiq darajada amal qilmadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Ahmed Anas ibn Malik'ten Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Her bir peygamberning ixlos bilan o'zini beg'ishlab qiladigan ibodati bo'ladi. Bu ummatning o'zini beg'ishlab qiladigan ibodati g'olib va buyuk Alloh yo'lida jihad qilishdan iboratdir. Bu hadisni Abu Ya'la mundaq rivoyat qildi. Her bir ummatning o'zini beg'ishlab qiladigan ibodati bo'ladi. Bu ummatning o'zini beg'ishlab qiladigan ibodati Alloh yo'lida jihad qilishdan iboratdir. İmam Ahmed Abu Said Xudri radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam mening yonimga kelib, "Menga qiladigan biror yaxshi ishni ko'z tutib qo'ygin" dedi. Men uningga mundaq dedim: "Sen mendan ilgari men Peygamber aleyhisselamdan so'ragan bir ishni so'radim. U menga bu to'g'riliq mundaq degan edi. Men sana Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qilaman. Şek şübhisizki taqvodorlik hamma ishning beshidir. Sen jihad qilishdan ayrilib qolmag'in. Şek şübhisizki jihad qilish islom ummatining o'zini xolis beg'ishlab qiladigan ibodatidir. Allohni davomli yod etgin. Qur'onni tilovat qilgin. Qur'on haqiqatan sana osmondan berilgan bir rahmatdir. Yer yuzida Allohni yod etganligingdir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ey İsa'ga iman etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga iman etinglar. Alloh sizlarga rahmatidan 2 hassa berdi. Sizlarga sizlar oxiratda pil siratda mangadigan nurni paydo qiladi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah bakma mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ahli kitobning Allohning fazlidan hech narsaga qodir emasliklarini, fazlining hammasi Allohning qo'lida bo'lib, Allohning uni xohlagan odamga beradiganligini, Allohning ulug' fazli egisi ekanligini bilish uchun Alloh shu so'zni qildi. Ahli kitobdan iman etganlarga 2 hassa savob berildiganlik to'g'risida. Ahli kitobdan iman etganlarga 2 hassa savob berildiganlik haqida sura Qasasda bir oyat kelgan. Bu haqda İmam Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ariydan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. 3 turlik odamga ularning savobi 2 hassa berildi. Ularning biri o'zining payg'ambariga va menga iymon etgan ahli kitob, bularga shu amali uchun 2 hassa savob berildi. Ikkinchisi, u Allohning va xo'jayinning haqqini to'liq ado qilgan qul. Bundaq odamga 2 hassa savob berildi. Uchinchisi, qo'l ostidagi dedikini yaxshi tarbiyalagan, ondan uni ozod qilib etgandan keyin o'z nikohiga olgan odam bo'lib, bundaq odamga 2 hassa savob berildi. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning qarashicha, bu oyatdagilardan ahli kitobdan iymon etganlar ko'z tutilgan. İbn Abbasning bu qarashiga Zahhak, Utba ibn Abu Hakim va boshqalarmi qitilgan. İbn Jarirmi bu qarashni to'g'ri deb qaragan. Allah Teala bu vaqtda tuvendikidek deydi: Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsanglar, Allah sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah katta fazl egisidir. İbn Jarir Sa'id ibn Abdullah Azizning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob Yahudi olimlarining biridan sizlarga hassilab berilgan yaxshilik qanchalik ortiqdir deb so'radi. O Yahudi, bir hassa yaxshilik 350 yaxshilikqa barobardir dedi.
Ömer bizga 2 esi yaxshilik, ya'ni 700 yaxshilikqa barobar yaxshilik bergan Allohga hamd sanolar bo'lsin dedi. Said bu qissani so'zlab berib, ondan g'olib va buyuk Alloh taolaning Allah sizlarga rahmatidan 2 esi berdi degan oyatini o'qidi va juma namozini o'qigan odamga 2 esi savob berildi dedi. Bu so'zni Imom Ahmad bilan Ibn Umardan rivoyat qilingan tuvandagi hadisni kuchlantirdi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Sizlar bilan Yahudi va xristianlarning misoli ishchilar ishlatgan bir odamning misoliga o'xshaydi. U odam kim menga bir qiratqa namoz fajr vaqtidan toki tushgacha ishlab berdi" deydi. Bilinglarki, buning Yahudilar ishlaydi. Ondan u odam kim menga bir qiratqa zuhur namozi vaqtidan asr namozi vaqtigacha ishlab berdi deydi. Bilinglarki, buning xristianlar ishlaydi. Ondan u odam kim menga 2 qiratqa asr vaqtidan kun o'ltirib ketishchilik ishlab berdi deydi. Bilinglarki, buningga sizlar ishladinglar. Shuning bilan xristianlar va yahudilar g'azablanib, biz ko'p ishlab oz ajrga erishdik deyishdi. O odam, men sizlarning ajringlardan biror narsani oz berib, sizlarga zulm qildimmi deydi. Ular yo'q deyishdi. O odam, ortiq berishi faqat mening marhamatimdir. Men uni xohlagan odamga ortiq beraman deydi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Abu Musadan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlar bilan Yahudi va xristianlarning misoli mundaq bir odamning misoliga o'xshaydi. U odam bir qavmini atigandan tortib qorong'u tushguncha muayyan miqdordagi ish haqqiga ishlab berishga ishchilikqa oladi. Shuning bilan ular tushguncha ishlaydi. Ondan ular sening bizga bir kunni shart qilib belgilab bergan ish haqqiga bizning hojatimiz yo'q. İşliginimiz bekağı bo'lsin deydi. Shuning bilan u odam ularga unda qilmanglar, qolgan ishinglarni to'liq bitirib, ish haqinglarni to'liq elinglar deydi. Ular buni unamay ishni tashlab ketib qoladi. U odam ulardan keyin boshqa odamlarni ishlatib, ularga kunning qolgan yerimini ishlab tugatinglar, men ishni tashlab ketganlarga shart qilgan bir kunlik ish haqqini sizlarga beray deydi. Ular buni qo'shilib ishlaydi. Asr namozini o'qiydigan vaqt bo'lganda ular u odamga ishliginimiz bekağı bo'lsin, bizga bermoqchi bo'lgan ish haqqini sana qolsin deydi. U odam qolgan ishinglarni to'liq bitirib etinglar, kunning faqat oz bir qismi qoldi deydi. Ular buni unumaydi. Shuning bilan u odam boshqa bir kishilarni kunning qolgan qismida ishlab berishga oladi. Ular kunning qolgan qismida u odamga kun o'ltirg'icha ishlab berdi. 2 ishni bitirmay ketib qolgan kishilarning ish haqqini to'liq oladi. Mana bu ahli kitob bilan islomdan iborat bu nurni qabul qilganlarning misolidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ahli kitobning Allohning fazlidan hech narsaga qodir emasliklarini, fazlining hammasi Allohning qo'lida bo'lib, Allohning uni xohlagan odamga berdiganligini, Allohning ulug' fazl egisi ekanligini bilish uchun Alloh shu so'zni qildi. Ya'ni ular o'zlarining Alloh bergan narsadan hech narsani to'sib qilishga, Alloh to'sgan narsadan hech narsani berishga qodir emasliklarini cho'qim bilish kerak. Alhamdulillah, shuning bilan sura Hadidning tafsiri tugadi. Jami hamd sana Alloh taolo xosdir. Kelar qitimda sura Mujadala tafsiri 1-oyatidan boshlab anglaysizlar inshaalloh.
va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.